Azizlar, munofiqlar doimgidek munofiqligini qilar ekan. Hamma keldi, joylandi, Oysha onamiz topildi. Ayniqsa Sofon ibn Muattal o'zida yo'q mamnun, o'zida yo'q baxtli edi. Axir u juda katta ish qildi-ku. Rasulimiz alayhisolatu vassalamning jufti halollarini topib olib kelishligi va u uchun sharaf bo'lgan bu oilaga xizmat qilishlik Sofon uchun cheksiz baxt, huzur bag'ishlar edi. Lekin Ibn Salul munofiq yana gap tarqatdi. U yoqda bu yoqda odamlarga eshitdinglarmi? Kecha hamma ketganidan keyin Oysha radhiyallohu anha yo'qolib qoldilar. Keyin birdan Safon bilan birga paydo bo'lib qoldilar. Bular yolg'iz sahroda nima qildi-ekin degan gaplarni tarqata boshladi. Va birdan bu gaplar avj olib hammaga tarqab ketdi. Va eng yomoni Hasson ibn Sobit degan bir kishi bo'lardi, bu shoir edi. Hasson qachon Rasulimiz alayhisolatu vassalam musulmonlar bir safardan qaytsalar, g'azotdan qaytsalar shuni maqtab she'r yozar edi. Hasson ibn Sobitni shayton yo'ldan urdi. Ibn Salul yo'ldan urdi. Va bu she'r yozdi. She'rida qarangki, Safon ibn Muattal bilan Oysha onamizni ham tuhmat qilib qo'yib yozib ketdi. Va birdan bu gap atrofga tarqadi. Azizlar, bu qanday qabohatki, bu qanday razolatki, mu'minlarning onasi bo'lgan, dunyodagi eng pokiza bo'lgan Oysha onamizga, yana kimning ayoliga, Rasulimiz alayhisolatu vassalamning ayoliga nisbatan tuhmat bo'lyapti. Ba'zan inson hayotida tuhmatga uchraydi. Ayni bunaqa tuhmat bo'lmasa ham boshqa tuhmatlarga uchraydi. Mana shu paytda o'zini qo'yarga joy topolmasdan, nima qildim, nima uchun, nega endi bunday deb savolni berib qiynamasdan, balki hammamiz Allohim, bu tuhmatdan o'zing meni qutqargin. O'zing menga najot berginki, Oysha onamizdek pokiza bo'lgan mana shunday ulug' bir zotga tuhmat, bo'xton bo'lgan ekan, menga ham bo'lishligi buni oldida hech narsa emas. Men esa chiroyli sabr qilaman. Allohim, faqatgina sendan buni ochiq qilib berishligini, yordamingni so'rayman deb duo qilish kerak. Axir Oysha onamizdan afzallik joyimiz yo'q. Rasulimiz alayhisolatu vassalamdan afzallik joyimiz yo'q. Lekin munofiqlar, badbaxtlar mana shunday ulug' oilaga ham tuhmat qildi. Bu gap tarqab hatto payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamga ham yetib keldi. Rasulimiz alayhisolatu vassalam juda aziyat chekdilar. Juda qiynaldilar bu gapdan. Axir o'zingiz o'ylang. Eng dunyoda yaxshi ko'rgan, siz kimni yaxshi ko'rasiz deb 3 marta so'rasa Oyshani degan, muhabbat qilgan, o'zining eng yaqin kishisi bo'lgan, doimo bu zotni tasdiqlab Siddiq laqabini olgan Abu Bakr Siddiqdek zotni qiziga nisbatan qilinayotgan bu bo'xton, bu tuhmat, bu ifk payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamga qattiq ozor berdi. Lekin bu narsadan, hech narsadan bexabar Safon esa o'zini uyida baxtli bo'lib yuribdi. U yoqdan bu yoqqa dunyoda undan baxtli odam yo'q. Axir u Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oilasini olib kelib qoldi-ku adashib qolganida. Xursand bo'lib yurganida bitta odam kelib, "Ey Safon, sen Hasson ibn Sobitning she'rini eshitdingmi?" dedi. "Eshitmadim. Nima deb yozibdi?" "U she'rda sen bilan Oysha onamizni orangizda ifk, bo'xton qilinibdi" deb go'yoki ularni o'sha joyda xiyonatda ayblanganligini aytdi. Nima deb o'ylaysiz? Safon qanaqa holatga tushdi? Alloh saqlasin bunaqa holatga tushishlikdan. Safon o'zini o'zi urdi. Yuzlariga shapaloq tortib yubordi. Qo'llarini tishlab oldi. Bu nima holat deb yubordi. Bu qanday bo'xton dedi. Axir Qur'oni Karimda Alloh taolo astag'izu billah an-nabiyyu awla bil mu'minina min anfusihim wa azwajuhu ummahatuhum deb qo'ygan bo'lsa, ya'ni payg'ambarlar mu'minlar ichida eng a'losidir va ayollari esa mu'minlarning onasidir deb qo'ygan bo'lsa, axir bu Safonga nisbatan o'z onasi bilan birga qilingan bo'xton emasmi? Farzand bilan ona o'rtasidagi xiyonatni bo'xtoni qilgani kabi emasmi? Safon ibn Muattal juda xafa bo'lib ketdi. O'zini qo'yarga joy topolmadi. Bu nima holat dedi. Endi u Hasson ibn Sobitga qarata she'r yozsinmi? Yo'q, she'r yozishga qobiliyati yo'q. Yo birortasidan uzr ma'zur qilsinmi? Unda bu ishni qilgani tasdiqlanadi. Safon o'zini boshqara olmay qoldi. Qo'liga qilichini olar ekan, Hassonning oldiga bordi. "Sen shunday dedingmi? Men senga she'r bilan javob qaytara olmayman" dedi-da, uni yuziga qarab qilich urdi. Hassonning ko'zi o'yildi. Qon hamma joy yotib qoldi. Odamlar ajratdi. Safonni ushlab bo'lmaydi. Doti fig'oni osmonga chiqyapti. Axir bu nima holat deyapti.
Sen kimga tuhmat qilding? Men-ku o'z yo'limga, lekin seni Oyishadek onamizga, Rasulimiz alayhisolatu vassalamning oilasiga shunday qilasanmi deb unga tashlandi. Bu xabar payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamga ham yetib keldi. Bu zot Hassonni oldilariga olib keldi. Bo'lgan voqeani eshitar ekan payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam Hasson ibn Sobitga qattiq tanbeh berdilar. Yo'q narsani bo'xton tuhmat qilganligi uchun Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning oilasiga nisbatan mana shunday qilishligidan uyalmasligini hayratlanib unga tanbeh berildi. Hasson esa ko'zi o'yilganligi uchun qasos olishni ham talab qila olmay qoldi. Balki qilgan ishdan pushaymon bo'lib orqaga qaytib ketdi. Oysha onamiz esa bu narsalardan bexabar, kasal bo'lib qoldilar. Uylarda safardan qaytib kelgandan keyin bemor bo'lib yotib qoldilar. Hech narsani bilmaydi. Lekin Oysha onamiz bir narsadan hayron bo'ladilar. Shunday mehribon, qachon kasal bo'lsa, atrofida parvona bo'ladigan ulug' zot, rahmatul lil alamin bo'lgan zot va barakot munosabatlari bir oz o'zgarib qoldi. Oldilariga keladi, hatto ismlarini ham aytmasdan, mana buni ahvoli yaxshimi deb qo'yadilar. Ha, yaxshi degan gapni eshitadi. Oysha onamiz bundan hayron bo'ladilar. Nega bunday bo'lyapti deb. 20 kun mana shu holatda yotdilar. Kechqurun xizmatkorlari Ummu Mistoh bilan birgalikda qarindoshlari bo'lgan Ummu Mistoh bor edi, bir ayol, Mistohning onasi. Birga tashqariga chiqdilar hojat uchun. Oysha onamiz birga chiqib ketayotganlarida Ummu Mistoh nimanidir o'ylanib ketayotgan ekanmi, oyog'i qoqilib ketdi. Oyog'i qoqildi, odatda oyog'i qoqilganda o'sha bo'lgan holatda emas, nimagadir o'g'lini so'kdi. Mistoh bo'lgan o'g'liga la'nat aytdi. La'nat bo'lsin senga Mistoh dedi. La'nat bo'lsin senga, baloga yo'liqtir dedi. Oysha onamiz darhol hayron bo'lib, "Ey Ummu Mistoh, nima deganingiz bu?" dedi. "Axir o'zingizni o'g'lingiz, yana Badr ishtirokchisi bo'lgan o'g'lingizni ham qarg'aysizmi?" dedi. "Bu nima holat?" dedilar. Shunda Ummu Mistoh, "Ey Oyisha, bo'lgan narsadan sen bexabarsan qizim" dedilar. "Nimadan?" dedi. "Meni o'g'lim Mistoh ham o'sha tuhmatga qo'shilib qopti" dedilar. Oysha onamiz, "Qanaqa tuhmat?" dedilar. "Seni xabaring yo'qmi qizim?" dedilar-da, hamma gapni gapirib berdilar. Mana shunday bo'ldi. Bu o'sha Ibn Salul Hassonning ichiga mani o'g'lim Mistoh ham qo'shilib qopti-ya dedilar. Oysha onamiz endi tushundi voqeani. Nihoyatda xafa bo'lib ketdilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamdan to sog'lom bo'lib turguncha onasining uyida turishlikka ijozat so'rab, onalarining uyiga ketdilar. Bu voqeani Oysha onamiz o'zlari keyinchalik eslab aytadilarki, "Men shu voqea bo'lganda shu qadar yig'laganmanki, meni o'pkam oqib ketsa kerak deb o'ylardim" dedilar. O'zlarini boshqara olmay qoldilar, suv ham ichmay qo'ydilar, faqat yig'lardilar, nima qilishni bilmas edilar. Axir bu qanday tuhmat, qanday balo, qanday musibat. Nihoyatda qattiq yig'ladilar. Allohga tavakkal qilib yig'ladilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam bu holatlarda juda ham qiyin ahvolda qoldi. Undan bundan maslahat so'raydi. Odamlar orasida gap ko'p. Agar eslasangiz, buyuk sahoba Abu Ayyub al-Ansori va Ummu Ayyub radhiyallohu anhumolar eri xotin o'rtasida ham mana shu gap uyda bo'lib o'tgan ekan. Tarixda yozishicha, Abu Ayyub bilan uylarda o'tirganda ayollari Ummu Ayyub, "Ey Abu Ayyub, eshitdingizmi? Oyisha onamiz bilan mana bu Savfon haqidagi gaplarni" dedi. Shunda Abu Ayyub al-Ansori radhiyallohu anhu ayoliga qarab, "Ey Ummu Ayyub" dedi. "Sen shunaqa ish qilishing mumkinmi?" dedi. "Sen menga xiyonat qila olasanmi?" dedi. "Astagfirulloh" dedi Ummu Ayyub. "Nima deyapsiz? Qanday qilib qilaman?" deydi. "Unda gapingni o'ylab gapir. Oyisha sendan ko'ra a'loroq, sendan ko'ra ulug'roq, sendan ko'ra taqvodorroq" dedi. Bu gap haqiqatda shunday edi. Oyisha onamizdan taqvodorroq bo'lishi mumkin emas edi. Lekin bu gap baribir tarqadi. Rasulimiz alayhisolatu vasallamda tasavvur qiling azizlar, qanchalik darajada ozor topdilar. Axir bu gapni nafaqatgina bir inson sifatida, payg'ambar alayhissalom sifatida, balki oila rahbari sifatida ko'tarib yurishlik ham og'ir edi. Rasulimiz alayhisolatu vasallam undan bundan nima deysizlar shu haqida deb so'radilar. Ba'zi birlari o'zlarining fikrlarini berdilar. Hatto onalarimiz, ya'ni Oyisha onamizni kundoshlari ham bu narsa bo'lishi mumkin emasligini, Oyisha onamizdek go'zal xulq sohibasi yo'qligini aytdilar. Shunda Rasulimiz alayhisolatu vasallam Hazrati Umar radhiyallohu anhudan ham so'radilar. "Ey Umar" dedilar, "siz nima deysiz?" dedilar. "Oyisha haqida shunday gap tarqadi, nima qilishni bilmayapman, Alloh bir oydinlik kiritgunga qadar o'ylanib qoldim, nima deysiz?" dedilar. Hazrati Umar radhiyallohu anhu shunday adolatli javob berdilar. "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, sizga Oyisha onamizni kim nikohlagan?" dedi. "Alloh
Alloh sizga xiyonat qiladigan ayolni nikohlashi mumkinmi dedilar. Yo'q, albatta. Allohga hamdlar bo'lsin. Mana bu narsani qarangki, Hazrat Umar radhiyallohu anhu da adolatlik hukmini qarang. Aslida Oysha onamiz bo'lmasa o'zlarini qizlari Hafsa onamiz Rasulimizning suyukli ayoliga aylanar edi. Lekin sahobalar Alloh oldida haqiqatni gapirardilar. Nafsoniyati uchun emas. Mana shu gap Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga juda ham ma'qul keldi. Uylariga borganlarida Oysha onamiz yig'lab yotardilar. Payg'ambarimiz alayhisalom oldilarga deb, Oysha, mana shunday gaplar tarqadi. Agar shu ishni qilgan bo'lsang tavba qil dedi. Yoki biror narsa qilgan bo'lsang menga ayt dedilar. Oysha onamiz yig'lab turib, yonlarida turgan ota-onasiga sizlar javob bermaysizlarmi? Indamaysizlarmi dedi. Gapirishga holi yo'q edi. Nima deymiz bolam dedilar otasi bilan onasi. Shunda Oysha onamiz aytdilarki, ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, men bu ishni tan ham olmayman, tavba ham qilmayman. Chunki qilmagan ishimga tavba qilishligim bu tasdiqlashdir. Men faqatgina chiroyli sabr qilaman. Yusuf alayhisalom sabr qilgandek sabr qilaman. Alloh o'zi haqiqatni bildirguvchidir deb teskari qarab yotib olib yig'ladilar. Shu payt Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga vahiy keldi. Sura-i Nur nozil bo'ldi azizlar. Ayni mana shu surada Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga jufti halollari Oysha onamizni pok ekanligi haqidagi oyat nozil bo'ldi. Qur'oni Karimdagi ushbu oyatning ma'nosida 11-dan to 21-oyatiga qadar ushbu ma'noni ichiga oldi. Ya'ni Alloh taolo Qur'oni Karimda shak shubhasiz bu bo'xtonni vujudga keltirgan kimsalar o'zlaringizdan bo'lgan bir to'dadir. Uni sizlar o'zlaringiz uchun yomonlik deb o'ylamanglar, balki o'z sizlar uchun yaxshilikdir. Ulardan, ya'ni bo'xtonchilardan har bir kishi uchun o'zi kasb qilgan gunohiga yarasha jazo bordir. Ularning orasidagi gunohning kattasini ko'targan kimsa uchun ulug' azob bordir. Ey mo'minlar, sizlar bu bo'xtonni eshitgan paytingizda mo'min va mo'minalar bir-birlari haqida yaxshilikni o'ylab, bu ochiq bo'xton-ku desalar bo'lmasmidi? Bas agar guvoh keltira olmasalar, u holda Alloh nazdida ular yolg'onchidirlar. Agar sizlarga dunyo va oxiratda Allohning fazl va marhamati bo'lmasa edi, albatta sizlarni tinmay so'zlagan narsa bo'xtonlaringiz sababli ulug' azob izlagan bo'lardi. O'shanda sizlar uni tildan tilga olib, og'izlaringiz bilan o'zingiz aniq bilmagan narsani so'ylar va buni yengil ish deb o'ylar edingizlar. Holbuki u Alloh nazdida ulug' gunohdir. Uni eshitgan paytingizda bu mish-mish so'zlash biz uchun joiz emas. Ey pok Parvardigor, bu ulug' bo'xton-ku desalaringiz bo'lmasmidi? Mana shu ma'nodagi oyat tushib, Oysha onamizni pok ekanligini isboti bo'ldi. Mana faqatgina isboti bu. Qiyomatgacha Qur'onda tilovat qilishlik holatida. Endi qiyomatgacha necha yil umr ko'rsak, qachon Qur'onda xatmi Qur'on qilsak, mana shu joyiga kelganimizda mo'minlar onasi bo'lgan Oysha onamizni sha'nini oqlab nozil bo'lgan bu oyatni qayta o'qiymiz. Rasulimiz alayhisolatu vasallam Oysha onamizga bu mujdani yetkazdilar. Xursandchilik xabarini yetkazdilar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu ham yig'lab yuborib qizlariga tur, Rasulimiz alayhisolatu vasallamga minnatdorchilik bildir, turib ta'zim qil dedilar. Shunda Oysha onamiz, men Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga ta'zim qilib qulluq qilmayman, men Allohga hamd aytaman dedilar. Chunki Alloh onamizni pok ekanligini isbot qildi. Ana shundan keyin Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam tuhmatchilarni shariat bo'yicha ta'zirini berib jazoladi. Va bundan keyin ushbu oyatga muvofiq hech kim hech bir mo'minni mana shu tartibda tuhmat qilmaslik hukmini ham nozil qilindi. Agar guvoh keltira olmas ekan, bunday gapni aytgan odam o'zi jazolanadi. O'zi tuhmatchi bo'ladi. O'zi Ibn Salul, Hasson va Mistohlarga o'xshab qoladi. Shuning uchun hech qachon pokiza mu'minalarga nisbatan, ayollarimizga nisbatan, birovlarning ayolu qizlariga nisbatan tuhmat qilmaslik kerak. Bundan saqlanish kerak aslar. Bu Oysha onamizni tarixi bilan butun qiyomatgacha kelgan insoniyatni bo'xton va tuhmatdan saqlashlikka sabab bo'lgan oyat bilan isbot qilindi. Mana shu voqealar sabab bo'lib, yana Oysha onamiz radhiyallohu anha pok ekanligi va bizlarga namuna husnul xulq sohibasi ekanligi ham bilindi. Bugun biz Rasulimiz alayhisolatu vasallamning hayotlarini o'rganar ekanmiz. Mana shunday ulug' zot bo'lishlariga qaramasdan hayotda munofiqlardan,
tuhmat va bo'xtonchilardan mana bunday imtihonni ham o'tkazishga sabab bo'lganlarini bilamiz. U zoti barakatga salovat va salomlarimiz bo'lsin. Dunyodagi eng pokiza ayol bo'lgan Oysha onamiz esa onalarimiz bilan birga jannatda bo'lishligini Alloh nasib qilsin. Muslimun.uz Andijon viloyati vakilligi muslimun.uz saytining rasmiy, diniy, ma'rifiy kanali. Bizni kuzatib boring. Biz siz bilan doimo birgamiz. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam hijratni 6-yili tugagan 7-hijriy yil boshlanish arafasida Zulqa'da oyining ilk kunlarida tush ko'rdilar. Tushlarida kimlar sochlarini ogizgan, kimlar sochlarini kaltalattirgan holatda Ka'baga, Makka mukarramaga kirib borayotganini ko'rdilar. Ma'lumingizki, odatda payg'ambar alayhissalomlarning tushlari vahiy bo'ladi. Rasulimiz alayhisolatu vassalam bundan ta'sirlanib, sahobalarni hammalarini yig'ib bu bo'lgan voqealarni aytib berdilar. Tush ko'rdim dedilar. Shunda kimlar sochlarini taqir olingan, kimlar kaltalatgan holda Masjid Haramga kirib borayotgan emish dedilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam tushlarini vahiy ekanligini bilgan sahobalar juda ham xursand bo'lib ketdilar. Chunki bu tush go'yoki Makkaga yo'l ochilganiga ishorat edi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam o'zlari ham Ka'batullohni qattiq sog'ingan, ona yurtini, tug'ilgan diyorini sog'inganliklari uchun umra qilgilari keldi va umraga, safarga tadorik ko'rishlik topshirig'ini berdilar. Qisqa vaqt ichida 1400 kishilik odam yig'ildi. Ular hammalar to'plandi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam ularga hech qanday qurol olmaslikni buyurdilar. Faqatgina yonlarida bitta qilich olinadi, chunki safarda himoya ma'nosida. Ammo biz Ka'batullohga faqatgina ibodat uchun borayotganimizni Makka mushriklari bilsin degan ma'noda qurol-yarog' olishlikni taqiqladilar. Va 1400 odam labbayk Allohumma labbayk deb umra safariga otlandilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam odatda safarga chiqishlaridan oldin onalarimizga hammalarini to'plab, ularga qaysi birini safarga olib ketishligini hal qilishlik uchun albatta qur'a tashlar edilar. Oysha onamiz, Hafsa onamiz, Ummu Salama, Juvayra va Zaynab onalarimiz to'plandilar. Qur'a tashlanganda omad Ummu Salama onamizga chiqdilar. Ummu Salama onamiz payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam bilan birga ketadigan bo'ldilar. Shu o'rinda ruxsatingiz bilan Ummu Salama onamiz haqida qanday qilib Rasulimizga ayol bo'lib qolganliklarini ham bir gapirib o'tmoqchiman. Quyidagi voqeada bir oz tavaqquf qilib turamizda Ummu Salama onamizga uylanishlik tarixlarini ham eslab o'tamiz. Ummu Salama onamiz mashhur sahoba Abu Salama radhiyallohu anhuning jufti halollari bo'ladilar. Ummu Salama onamiz bilan Abu Salama onamiz juda ham baxtli, saodatli umr kechiradilar, chunki har ikkisi ham mu'min va mu'mina, muslim va muslima, har ikkisi ham obid va obida, payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamni sevuvchi sahoba va sahobiyalardan edi. Tabiiyki bunday oilada bitta e'tiqodda, bitta taqvoda, bir muhabbatda bo'lsa, ajib bir fayz, ajib bir baraka, ajib bir baxt, saodat nuri o'sha uyda mujassam bo'ladi. Ummu Salama onamiz bilan Abu Salama radhiyallohu anhu ham mana shunday yashardilar. Kunlardan bir kuni Abu Salama shoshganicha uylariga keldilarda, "Ey Ummu Salama, bu yoqqa kelgin" dedilar. "Men senga bir gap aytaman" dedilar. "Nima gap?" deydilar. "Men Rasululloh sollallohu alayhi va sallamdan eshitdimki, u zot aytdilar: kimni boshiga bir musibat tushib, bir yaqini olamdan o'tib qolsa, darhol sabr qilib, inna lillahi va inna ilayhi roji'un, hammamiz Allohnikimiz, hammamiz Allohga qaytamiz deb orqasidan yo Rabbim, mana shu yo'qotganimni o'rnini boshqa yaxshiliklar bilan xalaf qilgin, o'rniga boshqa yaxshiliklarni o'rinbosar qilib bergin deb duo qilsa, Alloh o'sha yo'qotganini o'rnini boshqa yaxshiliklar bilan to'ldirib qo'yar ekan. Mana shu gapni men Rasulimiz alayhisolatu vasallamdan eshitdim" deb ayollari Ummu Salama onamizga aytdilar. Ummu Salama onamiz radhiyallohu anha aytadilarki, mana shu voqeani, mana shu hadisni yodlab oldilar. Oradan hech qancha vaqt o'tmasdan Abu Salama olamdan o'tdilar. Shu payt Ummu Salama onamiz Abu Salamani o'rgatgan ta'limini esladilarda, inna lillahi va inna ilayhi roji'un dedilar. Hammamiz Allohnikimiz, hammamiz Allohga qaytamiz. Yo'qotganimni o'rniga yaxshi o'rin bosar, yaxshiliklar bilan to'ldirgin deb duo qildilar-u, o'zlariga yosh keldilar. Aytdilarki, meni erim Abu Salama sahoba bo'lsalar, kunduzlari ro'zador bo'lib yursalar, kechalari soim bo'lsalar, kunduzlari Rasulimiz alayhisolatu vasallamning xizmatida bo'lsalar,
undan yuqori, undan yaxshiroq menga nima ham bo'lardi deb yig'lab yubordi. Lekin shu gapni aytib duo qildilar. Oradan muddat o'tib iddalari chiqqandan keyin payg'ambarimiz alayhissalotu vassalam Ummu Salama onamizni uylariga sovchi bo'lib keldilar. Eshikni taqillatdilar. Eshikni ochsalar, payg'ambarimiz alayhissalom turibdilar, hayron bo'ldilar, kirdilar va Ummu Salama onamizga uylanmoqchi bo'lganliklarini xabarini berdilar. Ummu Salama onamiz man sahobani o'rniga nima ham bo'lardi deganligi uchun Alloh azza va jalla sahoba o'rniga Rasulullоhdek jufti halol berilganini bildilar va Allohga hamdlar aytib yig'ladilar. Shu kundan Ummu Salama onamiz yoshlari keksayib qolgan holatda edi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam hech bir narsani o'zingiz bilganingizdek o'z ixtiyori bilan qilmasliklari, balki doimo Alloh subhanahu va taoloning ilohiy topshirig'i bilan qilishliklarini hammamiz yaxshi bilamiz. Ehtimol kim Ummu Salama onamizning mana shu duolariga javoban haqiqatda ham buyuk sahoba o'rniga undan yaxshiroq bo'lgan ulug' zotni Rasulimiz alayhisolatu vassalamni jufti halol qilgan bo'lsa ajab emas. Mana shu baxtli onamizga endi Hudaybiya safarida qur'a tushib qoldilar va Ummu Salama onamiz birga safarga ketadigan bo'ldilar. Ummu Salama onamiz va boshqa musulmon sahobalar bilan birga Rasulimiz alayhisolatu vassalam birga ketdilar va Zulhulayfa degan joyga yetganlarida ana o'sha joyda ehromga kirdilar. Hozir ham xususan bizni O'zbekiston diyoridan borgan hojilarimiz Madina Munavvaraga tushadilar. Ana bundan keyin Makkaga ketishlikda ayni mana shu Zulhulayfa degan joyga kelganlarida ehrom niyat qilib 2 rakat namoz o'qiydilar va o'sha joydan labbayk Allohumma labbaykni aytib ehromga kirib umra safarini qilgani ketadilar. Chunki bu ayni payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam qilgan ish. Rasulimiz alayhisolatu vasallam ham va butun sahobalar ham ayni mana shu Zulhulayfa degan joyga kelganlarida ehromga kirdilar va talbiyalar aytdilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam 70 ta tuyani qurbonlik qilishligi uchun sahobalar bilan birga oldilariga qo'yib haydab ketdilarki, buni o'sha mushriklar ham qurbonlik uchun kelayotganini bilsinlar degan ma'noda ularni ham birga olib ketdilar. Rasulimiz alayhisolatu vasallam sahobalari bilan birga ehromga kirib, labbaykani aytib yo'lda davom etdilar. Bu xabar tezda Makkaga yetib bordi. Makkaga hokim bo'lgan Makka mushriklari hech chidamadilar. Qanday bo'ldi endi? Qanday qilamiz? Axir payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni bu joyga kirishliklari ular uchun juda qiyin edi. Ular u yerdan yomon narsalarni ko'rayotgandek bo'lardi. Lekin Rasulimiz alayhisolatu vasallam tushlari bejiz emas edi. Tushlarida Rasulimiz alayhisolatu vasallam hatto o'sha sochlari olingan, qirilgan joyda kirgani bor edi. Bu aniq edi, lekin vaqti aytilmagan. Qachon o'sha narsa bo'ladi? Buni Alloh biladi. Lekin o'sha yili deb gumon qilinib ketilayotgan holat. Mushriklar esa bundan xabardor bo'lib birpasda atrofiga odamlarni chaqirdilar. U zot Usfon degan joyga kelganda Makka tarafdan Rasulimiz alayhisolatu vasallamning oldilariga Bishr ibn Sufyon kelib qoladi. Bishr ibn Sufyon kelib, ey Allohning Rasuli sallallohu alayhi vasallam, Quraysh sizni Makkaga kelayotganingizdan xabar topib, sizni orqaga qaytarib yuborish borasida ular maslahatlashib, hozir ustilariga hatto qoplon terilarini ham kiyishib o'zlarini nihoyatda kuchli ko'rsatish ma'nosida sizga qarshi otlanib kelyapti. Xolid ibn Valid va boshqa bir qancha jangarilar yo'lga chiqdilar dedi. Rasulimiz alayhisolatu vasallam juda ham achinib ketdilar. Anaqa degan gap essiz bu Quraysh. Urush ularni bir kuni bitiradi. Meni boshqa arab qabilalari bilan yuzma-yuz qoldirib, o'zlari bir chetga o'tib turishsa bo'lmasmidi dedi. Ular mendan ustun kelishsa istaganlari bo'lardi. Alloh meni ulardan g'olib qilsa, to'p bo'lib islomga kirishardi. Yoxud o'zlarida kuch topsa urushardi deb qo'ydilar. Lekin Alloh subhanahu va taolo iroda qilgan narsa bo'larkan, o'sha joyda haligi xabardan keyin Rasulimiz alayhisolatu vasallam va sahobalar o'ylanib qoldilar. Rasulimiz alayhisolatu vasallam sahobalarni to'plab fikr so'radilar. Nima qilamiz dedilar. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu, ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, siz Ka'bani ziyorat qilish maqsadida yo'lga chiqdingiz. Birov bilan urushish niyatida emas edingiz. Shunday ekan, ayni maqsadda boraveramiz. Bordiyu Ka'bani ziyorat etishimizga to'sqinlik qilishsa, o'shanda urushamiz dedilar. Janobi payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga bu fikr ma'qul keldi va ular bilan birga qo'llariga boshqa qurollarni ham olib keltirishlikni buyurdi, majbur bo'ldilar va bismillahirrohmanirrohim deb yo'lga tushdilar, talbiyani ayta boshladilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam o'sha yerdagi jamoatlardan biriga aytdilarki, bizni ularni yo'liga qarshi bo'lmaydigan boshqa bir yo'ldan Makkaga olib borib qo'yadigan odam bormi dedilar.
Shunda Aslam qabilasidan birisi chiqib, meni olib boraman deb yo'lboshchilikni zimmasiga oldi. Safar har xil mashaqqatlar ila davom etdi. Xolid ibn Valid boshchiligidagi askarlar musulmon o'rdasini izlarini ko'rishib, boshqa bir yo'ldan ketganini bilishdi-da, noiloj Makkaga qaytib borishdi. Musulmonlar bu paytda esa Makkaga yaqin bo'lgan joyda Hudaybiya degan joyga yetib kelgan edi. Mana shu joyga kelganda ajoyib bir ish bo'ldi. Rasulimiz alayhisolatu vasallamning minib olgan tuyalari, ya'ni qasva deb atalgan tuyalarini fe'li aynib qoldi. Birdan yurmay qoldi. Yurgisi ham yurmay to'xtab qoldi. Shunda hamma hayron bo'lib, nima bunday qilyapti? Nega uni fe'li aynidi dedi. Shunda payg'ambarimiz alayhisalom buni bunaqa qilig'i yo'q edi. Lekin meni o'ylashimcha, Abrahani filini to'xtatgan Alloh buni to'xtatyapti dedilar. Shu holatda filni o'sha joyda cho'kishligini Alloh iroda qilganligini bildilar va mana shu Hudaybiyada to'xtadilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam hammalariga shu joyda to'planishlikni buyurdi va birdan odamlar orasida gap olag'ovur chiqib qoldi. Shunda payg'ambarimiz alayhisolom nima gap deyodilar? Ya Nabiyalloh, suvimiz tugab qoldi. Shu sizni qo'lingizdagi meshda bor xolos, boshqa hech qaysimizda suv yo'q dedilar. Shunda Rasulimiz alayhisalom ajib bir mo'jiza ko'rsatdilar. Haligi qo'llardagi meshni ichiga shundoq barmoqlarini suqdilarda, ko'z o'ngida odamlar orasida shunday bir ajib mo'jiza bo'ldiki, barmoqlarining orasidan suv otilib chiqa boshladi. Xuddi yerdan bir chiqayotgan buloqqa o'xshab chiqardi. Butun borgan o'sha jamoa hammalari olamlarga rahmat bo'lib kelgan janobimiz payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning barmoqlari orasidan otilib chiqayotgan bu suvni to'yib ichdilar. Hatto meshlarini ham to'ldirib oldilar. Hayvonlarni sug'orishga ham suv oldi. Bu orada bu suvdan nasibador bo'lmagan jamoada birortasi qolmadi. Keyin payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam muborak qo'llarini suvdan chiqardilar-da, shundan keyin qarovdilar, suv to'xtadi. Bu hammani ko'z o'ngida bo'lib, insonlarning qalbida iymonini kuchaytirguvchi, Allohga bo'lgan taqvosini kuchaytirguvchi va payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga muhabbatiga sabab bo'luvchi go'zal bir mo'jiza bo'ldi. O'sha payt birdan osmondan chiroyli bir yomg'ir ham yog'ib ketdi. Shunda Rasulimiz alayhisolatu vasallam Bilol radhiyallohu anhuga odamlar namozni o'zini joylarida o'qiversinlar dedi. Ya'ni kelib to'planmasinlar dedi. Chunki yomg'irli havoda oyoq ostini ko'rmasdan loyga botib ketib qolishlaridan ehtiyot qilib, mashaqqat bo'lmasin deb hamma o'z turgan joylarida namozlarini o'qisinlar deb buyurdilar. Shundan keyin bu joyda qolib qoldilar. Kofirlar Rasulimiz alayhisolatu vasallamning oldilariga muzokara qilishlik uchun Xuzoa qabilasidan Budayl ibn Varqoni yubordilar. Budayl ibn Varqo Rasulimiz alayhisolatu vasallamga yo'liqib, nima uchun kelayotgani haqida so'raganlarda, payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam biz Allohning baytini tavof qilgani kelyapmiz, umraga ibodatiga kelyapmiz, boshqa biror bir niyatimiz yo'q dedilar. Budayl Qurayshlar huzuriga musibat bir qanot bilan qaytib keldi. Ularga kelib aytdilarki, siz Muhammad sallallohu alayhi vasallam va u zotning sahobalari haqida shoshilib fikr qilibsizlar. Ular urushish niyatda kelmayapti ekan, men o'z ko'zim bilan ko'rdim. Hatto qurbonlik qiladigan tuyalarni ham olib kelibdilar. Ularning niyatlari faqatgina Ka'bani tavof qilib ketish xolos dedilar. Quraysh bu gapni eshitib jahllari chiqdi, aytdilarki, bunday qilmaydi, hech qachon uni bu yerga kirgizmaymiz dedi. Shunda agar payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamni kirgizsak hozir Muhammad sollallohu alayhi vasallam kuchi bilan kiribdi degan gap chiqadi. Kirgizmasak yana boshqa, shuning uchun biz buni to'xtatamiz degan gaplarni gapirdilar va nima qilishlarini bilmay qoldilar. Bu muzokaralardan ish chiqmagandan keyin payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam Sa'lab laqabli tuyalariga Hirosh ibn Umayya degan sahobani o'tkazib yubordilar. Hirosh ibn Umayyani Rasulimiz alayhisolatu vasallam Sa'lab degan tuyaga o'tkazib borib, o'zing vaziyatni tushuntir deb yuboruvdilar. Lekin afsuski, Hirosh radhiyallohu anhu shaharga kirishi bilanoq bir guruh muttahamlarning qo'liga tushib qoldi. Ular tuyalarning oyog'ini chopib o'ldirdi, tuyani ham o'ldirib, endi Hiroshni o'ldiraman deydi. Yaxshiyamki, o'sha yerda Ahodish qabilasidan bo'lgan vakillar bor ekan, ular o'rtaga tushib uni o'limdan saqlab qoldi va u payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning oldilariga kelib bo'lgan voqeani aytib berdi. Rasulimiz alayhisolatu vasallam hayron bo'lib qoldilar. Nima qilishlarini bilmasdan o'ylanib turib, Hazrat Umar radhiyallohu anhuga qarab, "Ey Umar, siz borib kelmaysizmi? Siz borib bir ularga maqsadimizni tushuntirmaysizmi?" deyaptilar. Urushkilari yo'q. Allohning baytini ziyorat qilmoqlik uchun ketyapti azizlar bu narsa. Shunda Hazrat Umar aytdilarki, "Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, meni Quraysh o'ldirmaydi deb o'ylayman, chunki men borsam meni o'ldirib qo'yadi. Chunki u yerda meni ularga dushmanligim ko'p bo'lgan. Qolaversa,
mani himoya qiladigan hech kim yo'q dedi. U yerga Usmon ibn Affonni yuborsak yaxshi bo'lardi, chunki uni u yerda himoya qiladigan qabilasi, qarindoshlari bor dedilar. Shundan keyin payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam Hazrati Usmon radhiyallohu anhuni yubordilar. Shaharga kirganlarida Hazrati Usmon Abon ibn Said degan odam ko'rib qoldida, tuyasiga mingashtirib Makkaga olib kirib ketdi va Hazrati Usmon radhiyallohu anhuga qarab, "Xohlasang Ka'bani ziyorat qilib olgin" deb aytuvdilar. Hazrati Usmon radhiyallohu anhu Rasululloh sollallohu alayhi vasallam tavof qilmagunlaricha men tavof qila olmayman deb to'xtatdilar. Vazifasini ado etib, orqaga qaytmoqchi bo'lib izn so'raganda ular izn berishmadi va shu tariqa Hazrati Usmon radhiyallohu anhuda ular asr qilib ushlab qolishdi. Bir necha kun o'tishiga qaramay Hazrati Usmondan darak yo'q. Bir payt xabar kelib qoldiki, Hazrati Usmon radhiyallohu anhuni qatl qilishibdi deb. Bu Rasulimiz alayhisolatu vasallamga juda qattiq ta'sir qildi. Shunaqa xafa bo'ldilarki, bu holatda payg'ambarimiz alayhisalom bir daraxtning tagida o'tirgan edilar. Ashoblarini chaqirib, ular bilan o'sha Hazrati Usmon radhiyallohu anhu o'ldirilganligi uchun boricha undan qasos olib oxirigacha himoyada turishlikni bay'atini oldilar. Buni bay'ati Rizvon deb ataydilar. Ular Rasulimiz alayhisolatu vasallam taborik qo'llariga qo'lini qo'yib, "Ey Allohning rasuli bo'lgan sallallohu alayhi vasallam, to o'lgunimizcha yoki zafar qozongunimizcha qochmasdan jang qilishga so'z beramiz" deb va'da qildilar. Bu bilan payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga sodiqligini va u kishini sahobalari hammalari bir ekanligini bildirdilar. Ayni bu voqea ham musulmonlarda bunday sadoqat bilan turishliklari, qanday qilib bo'lsa ham Ka'baga kirib tavof qilishliklariga bo'lgan muhabbat va sadoqatlari kofirlarga yetib keldi va bular hayron bo'lib qoldilar. Endi nima qilamiz ekan? Bir sulh yo'liga o'tmasak, kattaroq janjal bo'ladi, urush chiqadi. Chunki bular bay'at qilib qasam ichib qo'yishdi. To endi bular bir tomchi qoni qolguncha bu yerda jang qilishadi. Natijada bizdan ham ko'p talofat bo'ladi. Yaxshisi bir sulh qilaylik degan ma'noda Makkadagi kofirlar Suhayl ibn Amr degan odamni chaqirib undan iltimos qilishdi. "Sen borgin" dedi. Suhayl chunki ham obro'liroq, ham gaddorroq, o'sha sulh tuzishlarni yaxshi bilganligi uchun Suhayl ibn Amrni Rasulimiz alayhisolatu vasallamni oldilariga yubordi. Suhaylga borib Makkaga kirgizmasdan orqaga qaytib ketishligini ularga tushuntirasan deb orqasiga qaytarish vazifasini qo'yib yubordilar. Shunda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam "Kim kelyapti?" deyodilar. "Suhayl" deyodi. Rasulimiz alayhisalom xursand bo'ldilarda, "Unda ishimiz yengillashar ekan" dedi. Chunki Suhayl bu arabchasiga yengil degan ma'noni berardi. Shuning uchun Rasulimiz alayhisolatu vasallam Suhayl kelayotgandan xursand bo'ldilar. Ya'ni insonda ismi ham o'zidan qandaydir bir sifat ekanligiga bu yerda dalolat beryapti. Yaxshi gumon qildilar payg'ambarimiz alayhisalom. Suhayl keldi, demak ishlarimiz yengil bo'ladi deb. Haqiqatda Suhayl kelib payg'ambarimiz alayhissalom bilan bitim tuzdi, sulh tuzdi. Azizlar, bu sulhda biz aytayotganimiz bir ko'rinishidan sulh xuddi musulmonlarning zarariga xizmat qilgandek. Rasulimiz alayhissalom sulhga rozi bo'ldilar. U bilan sulh tuzadigan bo'ldi. Lekin uni hamma aytgan gapiga ko'ndilar. Hatto sahobalar, hatto Hazrati Umardagi zot ham o'zini bosib tura olmadi. Nimaga buni qilyaptilar? Nega Rasulimiz alayhisolatu vasallam bunday qilyapti deb hayron bo'ldi. Qarangki, sulhda Hazrati Ali radhiyallohu anhuga yozishlikni buyurib, "Yoz, Bismillahirrohmanirrohim" deb yoz deganida, Suhayl "Yo, unday deb yozmaydi. Ota bobomiz aytgan gapni aytadi. Bismikallohumma deb yozadi" dedilar. Rasulimiz alayhisalom "Mayli, Hazrati Ali Bismikallohumma deb yozing" dedi. Chunki Bismikallohumma ham Bismillahirrohmanirrohim ham deyarli bir ma'noni beradi. Ya'ni Allohning nomi bilan degan ma'noni beradi. Bu yerda albatta buyuk Alloh nazarda tutilyapti musulmonlar qalbida. Shuning uchun payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam "Mayli, shunday" deb yoza qol dedi. Va bitimda yozayotganlarida bu bitim Allohning rasuli, ya'ni bu sulh Allohning rasuli Muhammad sallallohu alayhi vasallam va Quraysh nomidan Suhayl ibn Amr orasida tuzilmoqda degan gapni yozganda Rasulimiz o'qib turibdilar, shunaqa deb aytib turibdilar. Suhayl yana e'tiroz bildirdida, "Yo'q, agar sizni payg'ambar ekanligingizga iymon keltirganimizda biz siz bilan jangga chiqmasdik. Sizni payg'ambar deb tan olmaganligimiz uchun urushga kelyapmiz. Sizni kirgizmasdan turibmiz-ku" dedi. Shunda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam "Unda ey Ali yoz" dedilar. "Muhammad Abdulloh o'g'li" deb yozda, Rasululloh deganini o'chirib qo'y dedi. Hazrati Alining ko'zlariga yosh keldi. "Ya Rasululloh" dedilar. "Rasululloh degan kalimani o'chira olmayman" dedi. Shunda payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam qo'llariga qalamlarini olib "Qani" deb yozuvni ko'rsat dedilar, o'zlari o'chirdilar. Sahobalar shunday bir g'azablanib ketdilarki, "Sizlar iymon keltirmagan bo'lsangiz ham biz iymon keltirganmiz va sadoqat bildirganmiz" deb aytdilar. Lekin Rasulimizning ishoralari bilan ular to'xtadilar.
Shunday qilib yozildiki, bu sulhda azizlar 10 yil muddat ichida bir-biriga qurol ko'tarmaslik. Qarang, tinchlik sulhi. Islomda birinchi marta tinchlik sulhi. Rasulimiz alayhisolatu vasallam doim tinchlik tarafdori bo'lgan. Sahobalar ham buni tushunmayaptilar. Qarang, 10 yilgacha urush qilmaslikka kelishdilar. Va shuning bilan birga keyingi yilga payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam umraga keladilar. Ularga ruxsat berishligini aytdilar. Sizlarni diningizga kirib dedilar, Suhayl shart qo'yib. Bizdan sizni diningizga kirib qaytib kelsa bizga qaytib berasizlar, ammo sizlardan birortasi dindan chiqib murtad bo'lib bizga qaytib kelsa qaytib bermaymiz dedi. Shunga ham rozi bo'ldilar payg'ambarimiz alayhisalom. Hatto Hazrat Umar radhiyallohu anhu ham o'zlarini tutib tura olmadilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamga e'tiroz bildirdilar. Ya Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, siz Allohning rasulimisiz dedilar. Ha dedi. Nega bunday qilyapsiz? Axir siz Allohning haq rasulisiz, dinimiz haq dedilar. Shunda payg'ambarimiz alayhisalom, ya Umar, men Allohning aytganini qilaman dedilar. Va shu bilan kalima to'xtadi. Ana bundan keyin o'sha 10 ta shartni kelishib ular sulhni tuzdilar. Va shu payt qarangki, sahobalar umuman payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamda sadoqat bilan ahdlariga vafo qilishliklari, uni imzolagandan keyin Suhayl ibn Amrning o'g'li Abu Jandal qochib kelib qoldi. U musulmon edi. Otasi bog'lab qo'ygan edi. Qochib yugurib kelib qoldi oyog'ida zanjirlari bilan. Shunda Suhayl Rasulimiz alayhisolamga qarab, bu biz bitim tuzgandan keyin keldi, shuning uchun buni olib ketaman dedi. Rasulimiz ruxsat berdilar. Hatto Hazrat Umar radhiyallohu anhu, ya Rasululloh, musulmon bo'lib kelgan odamni, birodarimizni qaytib beramizmi dedilar. Shunda Rasulimiz alayhisalom, biz sulh tuzdik, sulhga vafo qilamiz dedilar. Va Abu Jandalga qarab, sen xafa bo'lmagin, inshaalloh hali juda chiroyli kunlar keladi deb uni tinchlantirib orqasiga qaytardi. Abu Jandal yig'laganicha Makkaga qarab ketdilar. Ushbu sulhni tugaganlaridan keyin hamma g'alati bir kayfiyatda bo'lib qoldilar. Payg'ambarimiz alayhisalom endi sochinglarni olib qurbonliginglarni so'yinglar dedi. Lekin hech kim shu ishni qilmadi. Rasulimiz 3 bor qaytardilarda, qilmaganlardan keyin xafa bo'lib chodirlariga kirib ketib, avvalgi payg'ambarlar ham payg'ambarini aytganini qilmasdan baloga yo'liqqan edi dedilar. Shu holatda azizlar, agar Rasulimiz alayhisolatu vasallamning qalblari og'rib qolsa, qalblariga ozor berib qolsa yomon bo'lardi sahobalar. Lekin Ummu Salama onamizni bekorga qo'shilmaganligini qarang. Ummu Salama onamizga nega qurra chiqdi keyin shuncha ayoli turib, axir bu Allohning irodasi bilan bo'ladi deb o'ylanib turganlar. Yoshlari katta, salobatli, ko'p ish ko'rgan bu onamiz Rasulimiz alayhisalomga qarab, ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, bular Ka'batullohga bo'lgan muhabbatlari tufayli shunday qilyapti. Siz o'zingiz chiqib sochingizni olib, qurbonligingizni qilib ehromdan chiqib orqaga qaytishni boshlab bersangiz, ular ham sizni orqangizdan shu ishni qiladilar dedi. Rasulimiz alayhisalom chiqib shu ishni qildilar. Va sahobalar ham yig'lab Rasulimizni orqasidan sochini ogizdilar va qurbonligini qildilar. Mana shun bilan bu onajonimiz Ummu Salama onamiz butun sahobalarni, butun ummatni o'zini Rasuli alayhisolatu vasallamni qalbida yomon bir fikr o'tib qolishlikdan saqladilar. Bu onamizdan Allohning o'zi rozi bo'lsin. Shunday qilib Rasulimiz alayhisolatu vasallam o'sha yili umra qilmasdan qaytib keldilar. Lekin azizlar, mana shu 10 yil urush bo'lmaslik degan sulhni tuzgandan keyin islom tarixida shunaqa katta baraka bo'ldiki, hatto Qur'oni Karimda buni buyuk fath deb atadi. Sura-i Fath shunda nozil bo'ldi. Bu juda katta bir Allohning marhamati bo'ldi. Bu islom tinchlik tomonidan baraka topganligini bir belgisi bo'ladi. Shuning uchun hozir ham biz bundan o'zimizga o'rnak olib, doim qachon islom tinch bo'lgandagina baraka topganligini esimizdan chiqarmasligimiz kerak. Mana shu 10 yil Hudaybiya sulhidan keyin shu qadar musulmonlar zafar topdilar, shu qadar musulmonlar ko'paydi, shu qadar tinchlik baraka bo'ldiki, bu albatta keyinchalik hatto Hazrat Umar radhiyallohu anhu ham bu sulhdan ko'zlangan maqsadni tushunmasdan payg'ambarimiz alayhisalomga bir oz qattiq gapirganligi uchun umrini oxirigacha pushaymon va nadomat chekib o'tgan ekanlar. Muslimun.uz Andijon viloyati vakilligi muslimun.uz saytining rasmiy diniy ma'rifiy kanali. Bizni kuzatib boring. Biz siz bilan doimo birgamiz. Bismillahirrohmanirrohim. 8-hijriy sana. Islomda eng muhim tarixiy voqea bo'lgan sana hisoblanadi. Chunki mana shu yili azizlar Makka fath qilindi. Makkada Allohning bayti deb atalgan Ka'batullohdagi butuz sanamlar 100 tuban yerga yiqildi. Butun islom olamining markazi bo'lgan, qiblamiz bo'lgan Ka'batulloh
butun musulmonlarning ixtiyoriga o'tdi. Shuning uchun bu sana bu voqea eng muhim voqealardan, tarixiy voqealardan biri hisoblanadi. 8-hijriy sanada payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam sahobalar bilan birgalikda katta qo'shin bilan Makka mukarrama tomon yurdilar. Bu Makkani fathi 20-Ramazonga to'g'ri keldi. Roza tutib ketganliklari uchun Rasulimiz alayhisolatu vassalam yo'lda sahobalarga xohlaganlar roza tutsinlar, qiynalganlar rozasini ochsinlar deb buyurdilar. Mana shundan safarda yurgan odamga roza tutishlik ixtiyoriy ekanligi ham bilindi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam bir joyga to'planganlarida boshqa islomga kirgan qabilalar ham qo'shilib 10,000 odam bo'ldi. 10,000 kuch. Juda katta 10,000 askar bilan Makka tomon bordilar va Hayf degan yoki Xif degan joyga kelganda to'xtab, hammalar mana shu joyda to'xtadilar. Rasulimiz alayhisolatu vassalam azizlar Makkani yaxshi ko'rardilar. Bu u zoti barakatning ona shahri edi, ona vatani edi. Mana shu joyda tug'ilib katta bo'lgan, mana shu joyda yashaganlar, shu yerda ilk vahiyni qabul qilganlar. Lekin o'zingiz bilganingizdek bu yerdan majburan quvib chiqarilgan edi. Endi esa g'olib holatda mana shuncha odami bilan Makkaga kelyapti. Lekin Rasulimiz alayhisolatu vassalam o'zini tug'ilib o'sgan o'z vataniga urush qiladigan darajada emas edilar. Buni xohlamas edilar. Shuning uchun ham butun sahobalarga Makkaga faqatgina tinchlik bilan kirishlikni, hech qachon urush qilmaslikni buyurdilar. Makkada mushriklar haddidan oshmasligi uchun ularni katta askardan qo'rqitib qo'yish ma'nosida mana shu joyda to'planib turganlarda hammaga bittadan mash'ala yoqishni buyurdilar. 10,000 odam bittadan mash'ala yoqdi. 10,000 odam bir joyda turib kechqurunda yarim tunda mash'ala yoqilganda nihoyatda ko'pligi ko'rinar ekan. O'sha paytda Makka mukarramada payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamni Madinadan kelayotganini eshitgan Abu Sufyon va boshqalar ularga qarshi urushmoq niyatda chiqqan edilar. Bir joyga borganlarida ne ko'z bilan ko'rsinki, minglab mash'alalar yonib turibdi. Abu Sufyon qo'rqib ketdi. Bu nima dedi yonidagilarga? Bu palon qabiladir. Yo'q, unday emas dedilar. Nima ekanligini bilmay turuvdilar. Birdan o'sha joyda payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamning amakilari Abbos radhiyallohu anhu kelib qoldilar. "Ey Abu Sufyon" dedilar unga qarab. "Bu sen ko'rib turgan Rasulimiz alayhisolatu vassalamning 10,000 qo'shini" dedi. Abu Sufyon qo'rqib ketdi. Abbos yetalab Rasulimiz alayhisolatu vassalamni oldiga olib bordilar. Hazrat Umar radhiyallohu anhu yerda turuvdilar. Uni ko'rib, o'zingni qadaming bilan kelibsan-u" dedilar va Rasulimiz alayhisolatu vassalamdan Abu Sufyonni qatl qilishligini so'radilar. Rasulimiz tinchlantirdilar. "Yo'q, to'xtang" dedilar. Abu Sufyon unga qarab aytdiki, "Abu Sufyon, la ilaha illalloh deydigan vaqting kelganini bilmayapsanmi?" dedilar. Shu payt Abu Sufyon Rasulimiz alayhisalomga qarab, "To'g'ri aytasiz, ey Muhammad sollallohu alayhi vasallam. La ilaha illalloh deyman. Haqiqatda Allohdan boshqa iloh yo'q. Alloh buyuk ekanki sizni mana shu darajaga olib keldi. Men buni bildim. Bizni bu to'y sanamlarimiz ojiz ekanligini, hech narsa emasligini bildim" dedi. Shunda Rasulimiz alayhisalom Abu Sufyonga qarab, "Muhammadur Rasululloh demaysanmi?" dedilar. Abu Sufyon, "Uzr so'rayman, shuni ayta olmayapman" dedi. Qarang, kibrdi, havodi. Hazrati Abbos radhiyallohu anhu o'limingdan oldin iymonga kelib olgin, islom lazzatini totib olgin deganlardan keyingina u istamas la ilaha illalloh Muhammadur Rasululloh deyishlikka bordi. Abu Sufyon ketganlardan keyin payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam u katta o'sha qabila boshlig'i bo'lganligi uchun doimo manmansiragan, doimo xalq ichida hurmat talab bo'lganligini e'tiborga oldilarda payg'ambarimiz alayhisalom amr qildilar. Kim biz Makkaga kirib borganda Abu Sufyonni uyiga kirib o'tirsa, unga omonlik beramiz. Kim agar Ka'batullohga kirib o'tirsa ham unga omonlik beramiz. Kim uyiga kirib o'tirsa ham unga omonlik beramiz dedi. Va hech kim bizga qilich ko'tarmasa u bilan urushmaymiz deb ta'kidladilar. Va sahobalarga ham mana shuni buyurdilar. Va o'zlari asta kirib bordilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam, qarang azizlar, bir paytlar mana shu Ka'bada sajda qilib turganda boshiga har xil axlatlarni ham tashlaganlardi. Yo'llariga tikonlarni tashlagan, u zotni masxara qilgan, sahobalarni uyidagilarga azor bergan, vatanidan, yurtidan quvib chiqargan mushriklar endi uylarda pisib o'tirishdan boshqa chora topolmadilar. Albatta Alloh azza va jalla payg'ambarimiz alayhisolatu vassalamga va haq diniga zafar bergan edi. Rasulimiz alayhisolatu vassalam tuyani ustida edilar. Ka'batullohga kirib bordilar va mana shu tuyani ustida turib aylanib 7 marta tavof qildilar. Har safar asolari bilan Hajarul Aswadga tekkizib
Hajarul Asvad tekkan uchlarini olib o'pdilar. Va bu bilan Rasulimiz alayhisolatu vassalam sahobalarga mana shu ishni qilishlik mumkin ekanligini ham ko'rsatdilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalam tavof qildilar. So'ngra Safo Marva orasida sa'i qildilar. Bu yerda xutba qildilar. Asta-sekin Zamzam oldiga keldilar. Zamzamni aytdilarki, men xohlardim tushib o'sha Zamzamdan o'zim olib ichishlikka, lekin Zamzam qudug'idan olib ichishlik sunnat bo'lib qolishidan qo'rqqanligidan Payg'ambarimiz alayhisalom men mashaqqat bo'lib qolishligidan qo'rqmaganimda borib ichardim dedilarda, o'sha joyda o'tirgan holatda Zamzam olib keltirib ichdilar. Va mana shun bilan boshqalarga o'sha joyda o'z qo'li bilan Zamzam qudug'idan olishlikni sunnat qilib qo'yishligidan ham ehtiyot qildilarki, qarang, hozir milliardlab musulmonlar ko'paygan bir paytda bir masjidda o'zida 2 millionga yaqin musulmon bo'lib turganda, agar shu sunnat bo'lganda juda qiyinchilik bo'lardi. Albatta Rasulimiz alayhisolatu vassalam Alloh azza va jalla u zotga uzoqni bo'layotgan holatlarni ham bildirganligi, necha yillardan keyin ummati milliardlab bo'lishligini ham qalbiga solganligidan nishonadir. Muslimun.uz Andijon viloyati vakilligi muslimun.uz saytining rasmiy diniy ma'rifiy kanali. Bizni kuzatib boring. Biz siz bilan doimo birgamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Rasulimiz alayhisolatu vassalam Ka'ba atrofidagi barcha butu sanamlarni hassalari bilan urib sindirishga buyurdilar. Ja'al haqqu zahaqal batil. Haq keldi, yo'qoldi botil deb hammasi butu sanamlarni urib yiqitishdilar. So'ngra Rasulimiz alayhisolatu vassalam Ka'baning kalitini so'radi. Ka'baning kaliti azizlar Bani Shayba urug'idan bo'lgan Usmon ibn Talhani uyida turardi. Bu kalit qadimdan mana shularning uyida saqlanardi. Usmon ibn Talhaga Payg'ambarimiz alayhisalom kalitni olib kelishni buyurdilar. Ming mashaqqat bilan kalitni uyidan oldi. Chunki onasi kim so'rasa ham bermayman dedi. Oxir Usmon majbur qilib yig'lab yurib olib Rasulimiz alayhisolatu vasallamga olib keldilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam kalitni ochib Ka'ba ichiga kirdilar va Ka'badagi butu sanamlarni sindirib, u joyda har bir devori tomonga o'girilib namoz o'qidilar, takbir aytdilar, duo qilib ibodat qildilar. Qaytib chiqqanlaridan keyin kalitni Usmonda o'ziga topshirib aytdilarki, bu kalit senda turadi. To qiyomatgacha senda turadi. Buni sendan faqat zolimlargina oladi deb qaytarib berdi. Azizlar, hozirgacha mana shu Bani Shayba urug'ida saqlanadi bu kalit. Hozirga qadar. Kuni kecha hajga borgan bizni O'zbekistonlik vakillarimiz ham ayni mana shu kalit saqlanadigan xonadonga, ya'ni Bani Shayba xonadoniga borganliklarini biz matbuotda o'qidik. Bu ham biz uchun bir sharaf, yangilik bo'ldi. Rasulimiz alayhisolatu vassalam ushbu holatdan keyin butun Qurayshliklarni yig'dilar. Ularga qarab, meni sizlarda nima qiladi deb o'ylaysizlar dedi. Shunda ular aytdiki, biz sizni Karim zot deymiz va Karim zotning o'g'li deb bilamiz dedilar. Rasulimiz alayhisalom tabassum qilar ekan, men sizlarga aslo zarar keltirmayman. Yusuf alayhisalom o'z akalariga aytgan gapni aytaman. Men sizlarni kechiraman, Alloh sizlarni kechirsin dedi. Hammalarni kechirib yubordi azizlar. Birortasiga ozor berishlikdan o'zini ehtiyot qildilar. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam faqatgina Ka'baga kirayotganda 10 ta kishinigina uzri qabul qilmasligini aytgan edilar. Bir qancha ularning ichida Vahshiy bor, ularning ichida Ikrim ibn Jahl bor va boshqalar bor. Hammalarini sanab aytib bergan edilar. Ana shulardan tashqari boshqa hammani af qilishlikka buyurdi. Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam ularni kechirib hammalarni uylariga yubordilar. Juda ko'pchiliklari kelib bay'at qilib islomni qabul qildilar. So'ngra Hazrati Bilol radhiyallohu anhu Ka'baning tepasiga chiqib azon aytdilar. Ungacha hamma Bilolning ovozidan ta'sirlandilar. Abu Sufyon esa hali aytganimizdek islomga kirganligini o'ylanib, Rasulimizdan jonini qutqarib kalima aytib o'tirgan bilan qalbida hali to'la islomni joylamagan edi. U qarayapti, butun askarlar kirib kelyapti, hamma to'p islomni qabul qilyapti. Bir payt o'tirib qalbidan o'tkazib qoldi. Askar to'plab jang qilsammikin deb turganda yelkasiga bir mayin qo'l tegdi. Unda qarasa Rasulimiz alayhisalom, Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam, agar shu niyatingni qilmoqchi bo'lsang, juda katta xato qilgan bo'lasan, o'zingga balo qilasan, juda katta ofatlar qilasan degan ma'noda uni so'zlarini qaytardilar. Abu Sufyon hayron bo'ldi. Hech kim bilmagan narsani qanday qilib Rasulimiz bildikin deb hayron bo'ldilar. So'ngra Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallamning haqiqiy payg'ambar ekanligiga iymon keltirdi. Bir payt Ka'bani atrofida turganlarda Fuzola ibn Amr degan bir kishi Rasulimiz alayhisolatu vasallamning oldilariga kelib qoldi. Uni ko'rib Payg'ambarimiz alayhisolatu vasallam, "Ey Fuzola, nima qilyapsan?" dedi. "Allohni zikr qilyapman" deydilar. Rasulimiz alayhisolam kuldilarda, "Allohga istig'for ayt" dedi.
yana 3 marta qaytdida bu yoqqa kel deb qo'llarini shundoq haligini qalbiga qo'ydida Allohga istig'for ayt dedilar. Xudolar istig'for aytdi. Keyin aytadiki, man deydi aslida qo'limni orqasida pichoq bilan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamni o'ldiraman deb kelayotgandim. Payg'ambarimiz alayhissalom qalbimga qo'llarini qo'ygandan keyin menda shunaqa bir holat bo'ldiki, man dunyoda eng yomon ko'rgan inson men dunyodagi eng yaxshi ko'rgan insonga aylanib qoldi dedi. Mana shunday qilib iymon lazzatiga erishdim dedi. Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam hammani mana shunday muborakbod qilib Makkani fath bo'lganligini muborakbod qildi. Ko'pchilik yangi islomga kirganlar shu payt Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalamga biz ham bay'at qilamiz, biz ham siz bilan hijrat qilamiz degandilar. Payg'ambarimiz alayhissalom ularga qarab, Makka fath qilingandan keyin endi hijrat qilishi yo'q dedilar. Shun bilan dunyoda hijrat qilish degan narsa to'xtadi azizlar. Hozir esa ba'zi toifalar hijrat qilish kerak ekan, hijrat qilmasak bo'lmaydi degan gaplarni gapirishlari hech ham shariatimizga tushmaydigan gap. Chunki ayni mana shu gapni 14 asr muqaddam Payg'ambarimiz alayhissalatu vassalam Makka fath qilingandan keyin endi hijrat qilish yo'q deb ularni hammasini to'xtatgan edilar. Mana shunday qilib Makka azizlar musulmonlar ixtiyoriga o'tdi. Va mana 14 asrdiki bizga mana shu muqaddas bir dargoh, qibla bo'lib borishligimizni orzu qiladigan, haj qiladigan buyuk bir fayzli makonimizga aylanib turibdi. Rasulimiz alayhisolatu vassalam hamma yoq tinchigandan keyin odamlarga omonlik bo'lib, hammada bir tinchlik, xotirjamlik Makkada hukm surib qoldi. Sahobalar hayron bo'lib qoldi. Ansoriylar endi Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Makkada qolib ketarmikinlar, yo Madinaga ketarmikin deb o'ylanib qoldilar. Shunda payg'ambarimiz alayhisalom ularni to'plab aytdilarki, men sizlar bilan bay'at qabul qilganman. Qiyinchilik mahalimda, boshimga musibat tushganda Madina xalqi va sizlar menga yordamchi bo'ldilaringiz. Bag'ralaringizni ochdingiz. Men Madinaga qaytib ketaman dedilar. Endi bu yerda meni qayerda tunashimni o'ylayotgan bo'lsangiz, men uchun Hadicha qabri oldiga bir chayla qurib beringlar. Men mana shu joyda tunayman dedilar. Bu jufti halollariga bo'lgan muhabbat va sadoqat belgisi ham edi azizlar. Alloh bizga Makkani mana shunday qaytarib berdi. Bu juda ham fath to'g'risida qisqagina bir tarixiy voqea. Asli fath bu juda katta voqealarni o'z ichiga olgan edi. Biz qisqagina ayni mana shuni bilib olish ma'nosida aytdik. Kamchilik va sahv xatolari uchun Allohdan istig'for so'raymiz. 8-hijriy sananing 20-Ramazon kunida Makka-i Mukarrama fath bo'lganligini Alloh muborak qilsin.